Assalomu alaykum. Bizni musofir yurtdan kuzatayotgan akalarimiz, xudo xolasa bugun Hikmat Travel'da ofisi yetib kelganmiz. Umra narxlari qanaqa bo'lyapti? Ota-onamni, yaqinlarimni umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarda narxlar qanaqa? Qachonga reyslar bor? Qayerlardan bor degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlar savollaringga hammasiga to'liq qilib javob olishga harakat qilaman. Abdug'affor aka oldilariga kelganman. Sizlar bittadan like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa biz videolarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka bizni musofir yurtdan kuzatayotganlar bor. Ota-onamni, yaqinlarimni umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarda haligi narxlar qanaqa bo'lyapti, keyin to'lov masalalari qanaqa bo'ladi, biz u joylarda turib to'lov qilsak bo'ladimi degan obunachilarimiz bitta savollarga javob bersiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, qaysi kunlarga borligini aytaylik birinchi. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha 29-30 iyul kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $900 dan qilib beramiz, xudo xolasa. $900 $900 dan. Avgust oyiga bo'lsa Toshkent Madinani 5-6 avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Namangan Madina reyslarimiz bo'lsa 29-iyul va 5-avgust kuni bor. Buni narxini $930 qilib beramiz. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimizni 30-iyul va 6-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini ham $930 qilib beramiz. Endi bizni musofirdan kuzatayotgan o'zimizni yurtdoshlarimiz uchun mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqinglar. Kimni jo'natmoqchisizlar yoki o'zlaring bormoqchimisizlar? Masalan, O'zbekistonga kelib 2 kun 3 kun damini olib, keyin uchib ketmoqchiman deydiganlar uchun pasportlaringni tashlab berasizlar. Biz sizlar uchun biletlarni bron qilamiz, gostinitsalarni tayyorlaymiz. Hamma yo'qlaringni joy-joyida qilib, chislosini aytasizlar. O'sha kunga aytgan chislolaringga to'g'irlab, hamma yo'q tayyor qilib qo'yamiz. Aeroportga borib hisob-kitobni qilib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Yana qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Endiki shart-sharoitlar tushuntirib bersiz bitta. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gostinitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, keyin aeroportdan iloji boricha 50 boshimiz birga borib birga kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi biz musofirda biz shatda biz deydiganlar uchun to'lov masalalari ofislariga borib to'lov qilamiz deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofisimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Agar xohlasangiz ofislarga kelib to'lovlarni qilib, rasmiy kassalarga pullar to'lab, kvitansiyalarni olib ketishlaring mumkin. Yo, bizga uzaqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqinglar, onlayn joylarni qanday qilib bron qilishlikni o'zimiz o'rgatib tushuntiramiz. Xudo xolasa. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, oddiy telefon orqali telefon qilsalar ham o'zlaringga qulay bo'lganda, xudo xolasa aloqaga chiqishlaring mumkin. O'sha Hikmat Travel orqali o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyada umra safariga borishlaring mumkin bo'ladi. Bu videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga xudo xolasa o'zlaring fikrlarini yozib qoldirishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.